inson tug'ildi mana bu dunyoda, ma'lum birinchi ona suti beriladi bizga, to'g'rimi? Ona suti Alloh tomonidan mo'jiza bo'ladi. Bunaqangi shirin ta'mni hech qayerda topolmaymiz. Ona sutichalik ta'mni biz topolmaymiz. Bitta savolda mana, hurmatli kuzatuvchilar, shuni ta'mini ming katta bo'lib ovqat yesangiz ham bunaqangi ta'm yo'q. Demak, keyin sekin ona qo'lidan yerga o'tamiz, to'g'rimi? Embalaymiz. Yiqilamiz, qashqa bo'lamiz, hayot zarbalarini birinchi qadamini olamiz. Undan keyin sekin qiziqishimiz bog'chadan keyin maktabga birinchi borgan kunini eslaysizmi masalan? Qanaqa bir shirin tuyg'u, qanaqa bir muhabbat, qanaqangi bir ulkan rejalar bo'ladi, to'g'rimi? Keyin ma'lum bir darajada hattoki maktabdan ham zerikasiz. Hatto o'qituvchilaringiz e'tiroz qiladi ota-onangizga, haligi maktabdan qochib ketgan davrlaringizda, birinchi sinfda shijoat bilan borgansiz. Universitetda ham shu bo'ladi. Birinchi mandat ko'rgan lahzangiz qanaqa qiziqarli bo'ladi va ma'lum bir muddatdan keyin soviysiz. Insoniyatda shunaqangi bir moslashuv borda, o'zida yo'q narsani dast avval juda ham bir muhabbat bilan, qiziqish bilan qabul qilib oladi. Demak, shu qabul qilib olgan holatdan keyin zerikadi asta-asta. Demak, biz har qanday ishni boshlashini ham, ma'lum bir darajada oxirini ham shunaqa muhabbat bilan harakatlanishimiz kerak. Shunaqa muhabbat va shunaqa mehr, shunaqa qiziqish bilan harakatlantira olishimiz kerak edi.